Esdan chiqmasin Telegramdagi eng jonli, eng quvnoq va eng samimiy kanal. Bu jonli tabriklar Yoshlovchi Riz Go'zal ovozi Yasminna Yuraklardan joy oladigan tabriklar. Assalomu alaykum, guruhimiz a'zolari va Suhrobjon aka. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Suhrob aka, bugun bizga bir tabrik yo'llashgan. Alaykum assalom, hamkasbim Yasmina. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ayni guruhdoshlar bilan salomlashib olsak. Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Sizlarga baxt, omad, tartibmaydigan kulgu tabassum tilaymiz. Siz jonli tabrik loyihasiga xush kelibsiz. Biz orqali yaqin sonlaringizni tabriklashingiz mumkin. Ha, aytgancha yana bizda bir tabrik. Unda biz jonli tabriklar loyihasini boshladik. Kanalda nimalar bor? Tug'ilgan kunlar uchun jonli tabriklar. Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohbasi Yasmina bilan tabriklar vaqtida. Tabriklar, soqali sovg'alar va musobaqalar. Tabriklar, soqali sovg'alar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umidaxon opajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, men. Opajonim yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Rahmat, Allohga shukr, yo'q. Xayrli kech. Kuningiz xayrli o'tgan bo'lsin. Ayni keldi bugungi ayyomlar payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronali kuningiz bilan qarshi olgan tabarruk yoshingiz bilan sizni chin qalbimizdan samimiy muborakbod etib qolamiz. Rahmat, boringizga shukr. Niyat qiling yomon bo'lmasin, arzu bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Alloh. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Ayni galda sizni shukrona kuningiz bilan tabriklash maqsadida jonli tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyihaning boshlovchisi Yasminaxon bo'laman opajonim. Yaxshimisiz, Yasminaxon? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Opajonim, iloji bo'lsa birozgina qimmatli vaqtingizni olsam maylimi? Mayli. Rahmat. Bugun loyihamizga murojaat qilib, sizni biz orqali tabriklashni istagan, borligingizni cheksiz vaqtim deya aytguvchi bir yaqin insoningiz tomonlaridan sizga to'g'ridan-to'g'ri jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz mehribonim. Shukrona kuningiz munosabati bilan sizga ajoyib tabriknoma, dilnomalar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz mehribonim? Ushbu tabriknoma, dilnomalarni yaqin insonlaringiz orasida sizga qay birlari yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bilmadim. Kim bo'lsa? Taxminlaringiz, javob variantlaringiz bormi mehribonim? Yaqinlarim tabriklashdi, bilmasam. Aniq yordam beringchi, dugonalarimmi, kimmi? Albatta. Sizni dugonalaringizdan. Ana harf, ism bosh harfini aytingchi. Ismlarini bosh harfi F ekan. F. Fmi? Ha, fontandagi F. Firuzami? Albatta opajonim, bugun sizni sizdan yaxshi ko'rguvchi, borligingizni baxtlim deb aytguvchi yaqiningiz, mehribon dugonangiz Firuzaxon opajonimiz tomonlaridan sizni tabriklab mana shunday xursand qilyapmiz mehribonim. Rahmat. Boriga shukr. Umringiz baqiy bo'lsin. Albatta, xo'p desangiz, dugonangizni sizga aytmoqchi bo'lgan tilaklarini, samimiy tilnomalarini siz uchun o'qib eshittirsam, maylimi? Mayli, eshittiring qani. Ko'kka parvoz qilgan qush misol, siz doimo baxtga intilib yashang. Baxtdan bir qasr qurib, unda muhabbatga ko'milib yashang. Olamni bezovchi oppoq qor misol orzularingiz ham ro'yobga chiqsin. Hayotingiz esa asaldek shirin, tongdek munavvar va nurafshon kechsin. Tark etmasin sizni shodlik va quvonch. Hayotingiz doimo nurlarga to'lsin. Hamroh bo'lsin sizga mehr va ishonch. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Tug'ilgan kuningiz bilan dugonajonim. Muborak bo'lsin. Hayotingiz dunyodagi eng
yorqin tuyg'ularga va baxtli lahzalarga to'lsin. Sizning barcha ezgu orzu istaklaringiz ro'yobga chiqsin. Sizga hayot to'qmoqlarini qo'rqmasdan, muvaffaqiyat bilan bosib o'tishingizda va bu yo'l bilan sizni maqsad sari olg'a intilishingizda tilakdoshman. O'zingiz erishgan yutuqlaringizni qadriga yeting va yanada ko'proq g'alabaga erishib, baxtiyorlik nashidasini suring. Rasulullohga ummat bo'lgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Sizga mustahkam sog'lik, omad va farovon turmush kechirish baxtini nasib etsin. Aqlli, esli, hushli, solih va soliha, asosiysi jannatda boshingizga toj kiydiradigan hofizi Qur'on farzandlarini ato etsin. Ota-onangizni haj safarlariga olib borish nasib aylasin. Kelajakda doimo mard va jasur, haqiqatgo'y insonlar qatorida bo'ling. Albatta, baxtli va taxtli, tinch totuv hayot kechirishingizda tilakdoshman. Hayotingiz barchaga ibrat bo'larli darajada baxtli lahzalardan iborat bo'lsin. Sizga metin sog'lik va ko'tarinki kayfiyat hamroh bo'lsin. Yuragingiz to'ridan joy olgan insonlarni qadrlash hissi sizni aslo tark etmasin deb dugonangiz Feruza. Sizni yaxshi ko'ramiz dugonajon. Olis hayot yo'llarimda hamrohim, yaxshi yomon kunlarimga guvohim, dardu alam chog'larimda panohim. Chin do'stimdan ayirmagin Allohim deya sizga mana shu dilnomalarni, qalb izhorlarini dugonangiz maxsus yo'llabdilar opajonim. Rahmat kattakon, boriga shukr. Ilohim shu menga nimani tilagan bo'lsa o'ziga ham nasib qilsin inshaalloh. Jannatlarda ham birga bo'laylik nasib. Siz ham xursand qilganingiz uchun Allohim sizni ham Firdavsdan jannatlari bilan xursand qilsin Alloh. Mashalloh, rahmat opajonim. Ilohim aytganingiz kelsin. Ilohim dugonangiz bilan bu hayotda va keyingi hayotingizda ham doimo birga bo'lishni nasib qilsin Allohim. Amin. Amin. Qiyomatli kunlardan qilsin. Ilohim sizni ham umringiz baqiy bo'lsin. Doimo farzandlarni qurshovida bo'ling opajonim. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattakon. Rahmat opajonim. Salomat bo'ling, omon bo'ling. O'zingizni omonda asrang. Tug'ilgan kunlarni yaxshiliklarda, yaxshi insonlar qatorida o'tkazib oling opajonim. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Bitta yagonam oy tugoshjon, voy tugoshjon, jon tugoshjon, jonim dugonam oy tugoshjon, jon tugoshjon, jon tugoshjon. Sirdoshim